Barchaga xayrli kun. Meni yaxshilarim, kayfiyatinglar qanaqa? Meni kayfiyatim o'zimga o'xshab go'zal va a'lo darajada. Sizlarga men har doimgidek ayollarimiz uchun doktor Nargizaxon kosmetologga tavsiya qilmoqchiman. Kirsanglar profillarda akkuratniy ishlari, labinglarga filler qildirmoqchi bo'lsanglar yoki yuzinglarga mezoterapiya, botokslar qildirmoqchi bo'lib, xullas go'zal ayol bo'lmoqchi bo'lsanglar, mana shu Nargizaxon kosmetologga sizlar uchun tavsiya qilyapman. Bemalol ishonib, o'zlariga yozib, adreslarini so'rab, borib yuzinglar uchun faqat mana shu aytgan narsalar emas, umuman chiskalar qilib, yuzinglarni chiroyli qilib akkuratniy qilib qo'yadi ayollarimiz. Kosmetologga hamisha borib yurish kerak. Ayol kishi jirtang'i aytganidek, eringizni pulini oxirigacha ishlating, o'ynashiga pul qolmasin. O'zingizga qarab yuringlar.